Assalomu alaykum aka opa singillar, Bek aviakasani kuzatib boruvchilar, sizlarga juda katta bomba yangilik Bek aviakasasi. Bugundan boshlab Manchester kiyim-kechak magazini ham ochildi. Do'stim bilan birgalikda kiyim-kechak magazini ochdik. Kim bilet olsa bizdan, mana bu kutkalar 5000 so'mdan bizdan bilet olganga 3,5 mingga sotamiz. Mana bu ko'rib turgan qo'limdagi futbolkalar kim bizdan bilet olsa, tekinga bonusiga bugundan boshlab Bek aviakasasi naushnik, mashinka yo'q. Mana shuncha sovg'a. Ko'rib turibsizlar mana. Kim bilet olsa mana shu sovg'alardan tanlab turib besplatno olib ketadi. Bizning manzilimiz Metro Volgograd prospektidan chiqasiz, Texnoholda birinchi etajda kelib, bemalol kim 7,5 mingga kiyinib ketsa, mana bu ko'rib turgan krossovkalaringdan bitta podarkaga. Addushi komplektni 7,5 mingga kiyinib ketasiz. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'ling. Alaykum aka opa singillar, Bek aviakasani kuzatib boruvchilar, sizlarga aytganmiz bizdan biletni olganga sovg'alarimiz bor deb. Mana akamiz oshga bilet oldi 22-sloga. Buniki osh arzon cho'tki qilib berdik. Aka, Bek aviakasiga ishonch bormi? Kelinglar, Bek aviakasiga ishonch bor. Prosta akamiz yuzini ko'rsata olmayman, chunki yana akamiz shunaqa dedi. Mana ko'rib turibsizlar, mana yangi futbolka, как положено mana. Ochilmagan. Bu bizdan bilet olganlarga bonus. Kuzatishda davom etinglar. Hamda boya bundan yarim soat oldin hozir hamma videoni qo'yamiz. Magazinimiz ham bor. Pastda kim 7,5 mingga komplekt kiyinsa, futbolka, krossovka hamda mana bunaqalar jikitlar, xohlagan narsangizni bittasi besplatni podarka. Kuzatishda davom etinglar.